Xazina maktabida kimlar bizga dars beradi? Keling ular bilan tanishib chiqamiz. Eng avvalo, ingliz tili o'qituvchimiz Rahimov Shahzodbek domla bilan tanishsak. U ingliz tili bo'yicha turli xalqaro sertifikatlarga ega. Misol uchun, u xalqaro IELTS sertifikati bo'yicha 8 ballik daraja sohibi. Fizika va matematika ustozlarimiz ham xalqaro sertifikatlarga ega. Har ikkisi ham bolalarga oson, ammo samarali usullar bilan dars o'tadilar. Matematika fanidan Mirzavaliyev Mirazim, fizika fanidan esa Akbarov Isoqjon domla o'z vazifalarini mukammal tarzda bajarmoqdalar. Koreys tili fanidan Husanboyev Amirxon domla bizga dars o'tishadi. Ular xalqaro koreys tili topik 2 sertifikatiga ega. IT fanidan Ro'zali Yusufov domla o'zining kompyuter bilimlari bo'yicha katta mahoratga ega. Ona tili fani bo'yicha bizga Mavlonov va Xurshidxon ustoz tahsil berishadi. 2018-yilda yil o'qituvchisi unvonini olgan. Rus tili fanidan esa Marahimova Dilfuzaxon ustoz dars o'tishadi. Bu ustozimiz ham xalqaro ekspert sertifikatlariga ega. Sizning farzandingiz ham aynan shu yerda biz bilan birgalikda tahsil olishlari mumkin. Quyidagi raqamlar orqali bizga bog'laning va farzandingiz uchun foydali sarmoya kiriting.